2025 yil 23 oktyabr kuni sevimli tomoshabinlarini Mashhur rangsiz gullar serialining yangi qismi kutib turadi. 58 seriya ko'zda yosh, yurakda chandiq qoldiradigan voqeani davom ettiradi. Har bir gul rangli bo'lishi kerak edi, ammo ba'zilar hayotning sinovlari ostida o'z rangini yo'qotgan. Bu safar qahramonlar yangi qiyinchiliklar, ichki ziddiyatlar va kutilmagan uchrashuvlar bilan yuzlashadi, bu esa yurakni tezroq urdiradi. Eng ta'sirli jihati shundaki, ssenaristlar hissiyotlar, sevgi va xiyonat bilan kurashni juda mahorat bilan namoyish qiladilar. Har bir sahna to'la hissiyotlar bilan tomoshabinlarni qahramonlar bilan birga qayg'urishga majbur qiladi. Musiqa va aktyorlik ijrosi atmosferani yaratib, ilk daqiqalardan tomoshani qamrab oladi. Vizual tasvir va qahramonlarning psixologik chuqurligi uyg'unligi serialni noyob va juda jozibador qiladi. Bu qism rangsiz gullar nafaqat dramatik hikoya, balki haqiqiy emotsional sayohat ekanligini tasdiqlaydi. Unda yorqin lahzalar qiyinchiliklar bilan aralashib, har bir kunning qadrini eslatadi. Tomosha qilishni har bir insonga tavsiya qilaman, ayniqsa sevgi, do'stlik va inson ruhining kuchiga hurmat qiluvchilarga.